akalar qaytadan обучение. Mana bu teshikda teshish tavsiyasi. Razmer o'zgartirish uchun F8. Yo'q. F1da joylashgan chizmalar. F1 bosasan, doirani tanlab olasan. Mana bu apparat 100 amperlik. Ha, o'zi qo'lda kesilgan detallarga отверстие ochib chiqishyapti. Ha, qo'lda kesilgan detalni solishtiradigan bo'lsak, chipu bilan bunday kachishada bo'ladi. Yaltirab. Toza, orqasi ham. Alt tomoni qo'lda kesilgan o'zi. Alt tomoni chipuvda kesilgan. Umuman даже qo'lga ham bilinmaydigan darajada silliq bo'ladi. Ham orqa tomoni. Agar apparat to'g'ri nastroyga qilinsa, hamma tomonlama havo, amper, skoroslari hamma tomonlama to'g'ri nastroyga qilinsa, mana shunday holatga olib kelsa bo'ladi. Yaltiragan oyna holatiga keladi. Hozir kesishadi. Mana hozir kesilgan detal, kesilgan teshik. Mana chiqqan atqot. Teshganda o'zi plazmani shunaqa kamchiligi bor. Lazerga nisbatan lazer bilan solishtiradigan bo'lsa, teshikni diametri kichaygan sari teshikda konus paydo bo'lishni boshlaydi. Biz обычно mana metallning qalinligidan teshayotgan teshikning diametri kamida 2 barobar katta bo'lishi kerak, yaxshi teshish uchun. Yon tomondan qaraydigan bo'lsangiz ham deyarli konus yo'q. Plazma uchun o'zi GOST bo'yicha ham plazmada ideal darajada kesilgan holatda ham konus bo'ladi. Mana bu konus plazma uchun ideal darajada deb hisoblasak ham bo'ladi. Mana orqasidagi shlaklari tozalanmagan, teshib olayotgan payt ozgina shlak chiqqan, chunki sekinroq skorochtda yurganda tayyorlayotgan payt o'shaning uchun ozgina shlak bo'lgan, keyin shu dagishi yaxshi kesib ketgan. Agar mana shu teshikni ko'radigan bo'lsangiz plazmada, tak. Mana aytaylik mana teshganmiz, ideal holatda teshgan. Mana bu kichkinaroq teshikni oladigan bo'lsak, ozgina konus bor. Chunki hozir aytganimdek, diametr kichraygan sari atvertiyada konus paydo bo'lish boshlanadi. Mana katta atvertiya teshikdi. Bu teshik kattaroq bo'lgani uchun bunda o'zi konus ham kam. Deyarli ideal darajada kesilgan. Kesish kачествоsi ko'pincha uni ishlatayotgan odamga bog'liq bo'ladi. Biz operator deyiladi, chipu stanokda ishlatadigan ishchi. Ko'p narsa operatorga bog'liq. Shunday bo'ladiki, odamlar juda qimmat stanokni olishadi, lekin mana shunday kачествоni chiqarib bera olmaydi u stanok. Mana bu ko'rib turgan stanok eng arzon stanoklarimizdan biri, lekin shunday yaxshi kачествоda kesib beryapti stanok. Bu bilan nima demoqchiman? Mijoz nafaqatgina stanok tanlashda adashishi mumkin, balki uni sotayotgan va ustanovka qilib berib, обучение o'tkazib beradigan odam tanlashda ham adashmaslik kerak. Chunki tushuntirayotgan odam, sotgan odam, o'rnatib bergan odam qancha to'g'ri o'rgatib, yetkazib bersa, qancha to'g'ri nastroyka qilib bersa, stanok shuncha yaxshi mahsulot o'zidan chiqarib bera oladi. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Mijozlar juda qimmat stanok sotib olishadi-da va bizga qo'ng'iroq qilishadi. Nimaga bizni sizni stanogingizda chiqarib berilganday kачествоda mahsulot chiqarib bera olmayapti degan savollar tug'iladi-da. Mahsulotni chiqarish faqatgina stanokni sotib olish bilan bitib qolmaydi. Uni mahsulotni chiqarishga yo'lga qo'yish, kesish, nastroyka qilish, operatorni обучение qilib to'g'ri yaxshi mahsulot, качественный mahsulot chiqarib berishga o'rgatish bilan ham bog'liq muammolar paydo bo'ladi.
O'shaning uchun stanok tanlayotganda uni sotayotgan odam haqida ham ozgina ma'lumot bo'lish kerak. Necha yildan beri shug'ullanadi, nechta stanok o'rnatgan va videolarda ko'rib o'rnatgan stanoklar qanday kачествоda mahsulotlar chiqarib beryapti. Shu tomonlarga ham e'tibor berib tanlash kerak.